Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Shu obyektimiz Andijon shaharxonidagi ikkinchi obyektimiz. O'sha videoni oldingi videomizni ko'rganlar bo'lsa, ko'cha tomonni qilgan joyida uy egasi sustanishini to'xtattirib qo'ygan. Ichkari tomonlarni biz qilib berdik. Ko'cha tomonni ham xudo xolisa videosini qo'yaman, videoni oxirigacha ko'rsanglar. Bu darvozaxonamiz oldingi videosini qo'ygandim. Juda ham o'ta ko'z qiyshiq hamma tomoni har xil bo'lgan darvozaxonamizga mana shunaqangi yechim qilib tungi fonlarni qilib berdi. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zimizga juda ham yoqdi. Uy egasiga ham yoqdi, xudo xolisa xursand bo'lishdi. Inshaalloh chotki chiqib qo'ydi. Ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonamiz atrofidagi naqshlarni alkafondan qilib berganmiz. Buni o'zimizning o'sha oq high-tech ishlarimizni qilib berganmiz. Oldi shapkalar ikkita xonadon bu joyda, aka-ukaning uylari. Mana bu joyda koridori ham bor. Bu joyga ham devordan yuradigan karnizlarni qo'ydirishgan, ketmasligi uchun o'stirmalarga ham qo'ydirishmagan. Bir tomonga qo'yganmiz buni videoni davomida bo'lsa. Olamiz hozir joyi ham. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu kichkina koridorchalarni ham chiroyli qilib ketkazib o'tayotganmiz. Mana bu yoq tomonda ham devordagi karnizlar yo'q. Mana darvozaxonamiz mana haqiqiy to'la to'kis devordagi karnizlar yo'q, hamma joyi bo'lgan holatda bahonasi bitkazib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa hermetika, shpakilovka hech narsa ustamasdan xudo xolisa choklarni mana shunchalik tabiiy holatda keltirib, xudo xolisa chotki qilib bitkazib berganmiz. To'rtta burchakka svetlarni qo'yib juda ham chiroyli chiqdi akalar, ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xo'p, oldi shapkalari. Latolar atsinkovoy ekan. Lato qo'ydiradiganlar, qurilish qilganlar oldiga mokri lato qo'ydiringlar, sizlarga maslahatim. Juda ham chiroyli chiqadi. Hozirgi kunda mokridan boshqa rang umuman qo'ydirmadi. Mana bu joyda ham mana orqa tomoni bu. Mana ustirma. Lato qo'yilmagan ekan, chiroyli qilib bitkazib berdi bu joyni. Mana bu joyda mana devor karnizlargacha qo'yilgan mana endi. Hozir oldin ko'rgan ustirmalaringdagi devor karniz qo'yilmaganda, bu joyga mana devor karnizlar bilan qo'yilgan. Bu joy ozgina balandroq ekan, u yoq tomonga qaraganda. Juda ham chiroyli chiqdi mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Diplomat ishlarimiz. Shuruplar pashti ko'rinmagan. Bitta ko'rinadi, endi ko'rinmaydi emas, lekin pashti ko'rinmagan. Tom ichidan uriladi hammasini. Burchaklarimizga ham akalar qilich qilib, choklarni keltirib, chotki qilib berganmiz. Xudo xolisa uy egasi ham juda ham xursand bo'lishdi. Biz ham xursand bo'ldik bitkazgandan keyin. Mana latoga ozgina endi bo'g'ib turibdi. Mana yaqindan ko'rishingiz mumkin. Yaqindan, hozir ko'cha tomonni ham yaqinlashtirib ko'rsataman. Shuning uchun o'zimizni ham yaqinlashtirib ko'rsatib qo'yapman, farqlashingiz uchun. Endi bu joyda kimdir ishini yomonlash emas maqsad, xudo xolisa. Prosta videoni oldingi videomiz davomini ko'rish xohlaganlar uchun oxirida ko'cha tomonni ham video qilib qo'yganman. Nima sababdan uy egasi ish to'xtattirib qo'ygan, nima sababdan bizni tanladi-yu, nima sababdan u ustalarning ishini to'xtatib qo'ydi. Shu savollarga javob bo'lish uchun mana o'zimizni ishni ham yaqindan olamizda. Ko'cha tomonga chiqib turib, ko'cha tomondagi ishni ham yaqindan bitta olib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Yani o'zimiz ishimizni maqtash yoki birov ishini yomonlash emas. U ko'cha tomondagi ishni kim qilganini biz ham, sizlar ham hech kim bilmaydi. Qachondir shu joy qilgan ustalar o'zi ko'rib qolmasa, boshqa hech kim bilmaydi, xudo xolisa. Ko'rsa o'zi uchun bir saboq bo'lishi mumkin. O'zi uchun bir hayotiy tajriba bo'lishi mumkin. Mana bu ko'cha tomondagi ishimiz mana. O'sha to'xtatib qo'yilgan ish. Endi ozgina haqiqatdan ham sifati ozgina yaxshi emasroq chiqqan ekan. Endi yangi boshlagandir. Boshqadir xudo xolisa keyinchalik inshaalloh o'z ustilarda ishlab, mana choklarga ham tasmalarni qo'yib qo'yishgan ekan. Ana shu tasmalar ham kerak emasdi. Shuruplar ko'rinib, ozgina choklar yopishmagan holatda ekan. Xudo xolisa omadlarini bersin. Bundan keyin o'z ustilarda ishlab, katta usta bo'lishlarini tilab qolamiz ustalarimizga ham. Sizlar esa bizni kuzatishda davom etinglar. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, fikringlarni kommentariyada yozib, bitta like qizartirib qo'yinglar. Kanalimizga kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsa obuna qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatli bo'lsa Allohga shukr.